Esla, vaqtiki Robbing farishtalarga, albatta men yer yuzida xalifa qiluvchiman dedi. Ular, unda buzg'unchilik qiladigan, qon to'kadigan kimsani qilasanmi? Holbuki biz seni hamding ila poklab yod etib va seni muqaddaslab turibmiz dedilar. U zot, men siz bilmaydigan narsani bilaman dedi. Va odamga ismlarning barchasini o'rgatdi. So'ngra ularni farishtalarga ko'rsatib, agar rostgo'ylardan bo'lsangiz, mana ularning ismlarini menga aytib beringchi dedi. Ular, o'zing poksan, bizda sen bildirgandan boshqa ilm yo'q. Albatta, sen o'zing o'ta ilmlisan, o'ta hikmatlisan dedilar. Ey odam, ularga bularning ismlarini aytib ber dedi. Ularga o'shalarning ismlarini aytib bergan chog'ida, sizlarga osmonlar va yerning g'aybini bilaman va sizlar oshkor qiladigan narsalarni ham, berkitgan narsalarni ham bilaman demabmidim dedi. Esla, vaqtiki farishtalarga, odamga sajda qilinglar dedik. Bas sajda qildilar. Faqat iblisgina bosh tortdi. Mutakabbirlik qildi va kofirlardan bo'ldi. Va ey odam, sen o'z jufting ila jannatni maskan tut. Unda xohlagan joyingizda bemalol yenglar va mana bu daraxtga yaqinlashmanglarki, u holda zolimlardan bo'lib qolasizlar dedik. Bas shayton ularni undan toydirdi va bo'lgan narsalaridan chiqardi. Va bir-biringizga dushman bo'lgan holda tushinglar. Sizlarga yer yuzida qarorgoh va ma'lum vaqtgacha bahramandlik bordir dedik. Bas odam Robbidan so'zlarni qabul qilib oldi. Keyin u zot uning tavbasini qabul qildi. Albatta u tavbani ko'plab qabul qiluvchidir, o'ta rahimlidir.